Bu texnikani ekspertlar palon pulga sotishadi. Bilmadim bu postim qancha insonga yetib boradi, lekin 2025-yilda hayotingizni o'zgartiradigan eng zo'r usul bilan bo'lishmoqchiman. O'zi ham naqd 6 soat yozma. Albatta o'qing va yaqinlaringizga ham ulashing. Maqsadlarim tahlili 2024. O'tgan yilni qadrlashimiz kerak. Yangi yilingiz qanaqa o'tishi aynan shu texnikaga bog'liq. Yoqsa yaqinlaringiz bilan bo'lishing va bitta like ha aytgancha saqlab qo'yishni unutmang. Nimadan boshlaymiz? Savollardan boshlaymiz. Men hozir sizga o'zimni javoplarimni yozaman va savollaringizga qanaqa qilib javob berishingizni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi savol: menga bu yil nima berdi? Ikkinchi savol: yakun topgan 2024-yilga nom beramiz. Uchinchi savol: yangi yil qanday yil bo'ladi? To'rtinchi savol: farishta insonlar, ko'nglingizni og'ritgan yoki oldinga yurishga undagan insonlar, ustozlaringiz. Beshinchi savol: menda nimalar o'zgardi? Oltinchi savol: nimalarni o'rgandim? Yettinchisi: hayotingizdan nimalar chiqib ketdi? Sakkizinchisi: hayotingizga nimalar kirib keldi? To'qqizinchisi: bu yil 2024-yil qanday maqsadlar amalga oshdi? Va har oy galereyangizga kirasiz, telefoningizdagi nimalarga erishganingizni yozib chiqasiz. Bu sizga bu yilgi tahlillaringizni ko'rib chiqib, o'zingizdan qanchalar maqsadlarga erishganingiz va undan tashqari keyingi yilga qanaqa maqsadlar qo'yishingizga zo'r turtki bo'ladi. Albatta shuni qilib ko'ring.